MrBeast bir dona YouTube kanalidan qancha topishni bilasizmi? To'g'risi men ham bilmayman. Korotchi. Begzod Aziz brendi asoschisi yozib qoldilar va ularga yangi logotip kerak ekan. Xizmat turlarini tashlaganimda $200 tarifni tanladilar. Bu paketda brendning barcha identikalari ishlab chiqilib, bozorga ishlatishga tayyor qilib beriladi. Shunday qilib mijoz $200 ni hammasini oldindan tashlab berdi. Men esa ishni ideya qidirishdan boshladim. Mayda-chuyda detallarni ko'rsatib o'tirmadim. Hozir siz bir nechta bitgan variantlarni ko'rib turibsiz. Mijozning oxirgi qarori esa shu bo'ldi. Bu logoda B, M va T harflari ko'rsatib berilgan. So'ng brend uchun rang qidira boshladim. Final ishni esa ChatGPT ga tashlab, uning bergan feedbacklariga asoslanib ishni davom ettirdim. Logotipni ishlatish oson bo'lishi uchun brend book tuzib chiqdim va ba'zi vizual dizaynlarni ham qilib chiqdim. Mijoz har doimgidek ishimizdan mamnun va ishni tamomladi. Jigar, agar videoga like bosmasangiz, mana shu advertga boshingizga uchishi mumkin.